Masalan, men yo'l bo'yidagi bitta uyimni qarshidagi daraxtni kesmoqchiman, misol uchun. Qanaqa yuz beradi uni mezonlarini? Men nima qilaman birinchi bo'lib? Davlat xizmatlari markaziga borasiz. Ha. Anaqa berasiz. Buyurtma berasiz, Aha. Ariza. topshirasiz. Aha. Kesmoqchiman deb. Kesmoqchiman. Asos keltirasiz. Aha. Berasiz arizani. Keyin u bizni viloyat yoki shahar boshqarmamizga keladi. Aha. Boshqarmada aynan shu yo'nalishdagi mutaxassis bor. O'z nimangizni, buyurtmangizni olib joyiga chiqib o'rganadi. Nima uchun kesmoqchisan daraxtni? Qurib qolganmi? Qaraydi, qurib qolmagan bo'lsa, uzr, og'ayni, men xohlasang ham kesishga ruxsat bermayman deb rad javob beradi. Qurishdan boshqa hech qanday sabab asos bo'la olmaydi buni kesishga. Yo'q. Asos bo'la olmaydi, shuning uchun rad qilinadi. Unda umuman buyurtma ham bermaslik kerak ekan qurimagan bo'lsa. Yo'q, nega berishyapti-ku? Hozir bizning qora bozorda o'sha daraxtlar tagini, tomirini teshib, dorilar chiqib ketgan, shuni quyishadi, qisqa muddatda qurib qoladi daraxt. Keyin kesishadi. Keyin kesishadi. Yaxshigina Toshkentda qilib yotishibdi-ku shu ishlarni.